Yaxshi mislar do'stlar, men yondimman. Bugun sizlarga so'zlaydigan kinolarimiz bo'lsa, qiynoqsiz bilan mükemmel o'ynab og'irlarni murabbaga o'zgartiradigan qiz bolaning hikoyasi. Bosh personaj Fatih badaniga kul chekadigan, tamakini yo'l chekadigan, kechalab uyiga kirmay yegani nol bo'g'icha ichadigan isl fazilatli qiz bola bo'lib, kichigidan boshlab boy xo'jamga tegib olsam, nima qilib etsam mayli deb tush ko'radigan sodda bir qiz bola. Mana bugun Fatih orzuiga yetib, mayliga cho'ng boy olikisga tegadi. Canım, odamlar bek ozg'u, mato'z yangamamdu nima? Ensirma jinim. Pul tepish hargiz maqsad emas. Sening maqsading levamda bo'lsin, mening maqsadim ig'ingda, yurgan qalbingda. Maya qarang, kishmish. Mahotun kaldısından ketmegandi. Kaldız sahos to'y qilam dedi-da. To'yin tartibli o'tkazilyapti. Jiroqda bo'lsa bir qavziyat bo'lgan momay injiqlab o'ltiradi. Kelinning qiynapsimi kelinni jidiylashib qolmasin deb yeniq kelib ko'ngilni yasaydi. Canım kızım, ziyan çekemsiz. Keşteki cangda çarçap kalmam olmasa. Tuva dana apa, söyleyen yüzü cümlen kaynağı hiç kaysını bilmeyim hemen. Adamını hıcılık kılıp keşti cang padaydı ya. Hey nadam Fatih, sen o'ylagan jang hargizmi u so'zlagan jang emas edi. U davatgan jang haqiqiy qonliq jang. Lekin sen o'ylagan jangmi qonliq jangda? Kesh bo'lganda hammamiz taqazoliq bilan kutgan ko'rinishlar chiqay deb turishiga yigit tuyuqsiz to'xtab oladi. To'xtang canım, mening cho'ng apam kelib qoldi. O'sh, nima deydigansiz? Sizning nima cho'ng apangiz keldi? Ishq oldida qarab turgan cho'ng apasi qiz o'g'ilni qattiq cho'shtirdi.